2026-yil Dehqonobod tumanimiz uchun qurilish va bunyodkorlik yili bo'ldi desam adashmayman. Tumanimizning barcha hududlarida juda katta qurilish ishlari amalga oshirilyapti. Jumladan Bo'ston mahallasida ham qurilish ishlari ko'lami bilan xalqimizni xursand qiladigan darajada ishlar olib borilyapti. Prezidentimizning 141-qarorlari asosida mahallani obod qilish, infratuzilmani yaxshilash uchun katta ishlar ko'lami boshlab yuborilgan. Jumladan Bo'ston mahallasida sel suvlarini jilovlash uchun 3-9 kilometrli suv latoklari o'rnatilmoqda, qurilmoqda. Piyodalar yo'lakchalari qurib bitkazildi. Piyodalar yo'lakchalarining atrofida yoritqich chiroqlari o'rnatilmoqda shu kecha kunduzda. Ayniqsa shuni faxr bilan ayta olamanki, har bitta ko'chamiz asfaltlashtiriladi. Bu uchun 16 kilometr asfalt moliyalashtirilgan. Faqat asfaltimiz amalga oshirilmayotgan sababi juda katta mablag' evaziga kanalizatsiya ishlari boshlanmoqda. Nasib bo'lsa, kanalizatsiya ishlari tugagandan keyin asfalt ishlari qilinib, mahallamiz yana gullab yashnaydi, obod bo'ladi. Biz mana shunday chiroyli zaminda, diyorda yashaganimizdan faxrlanamiz. Bu uchun avvalambor prezidentimizga rahmat. Tuman rahbarlarimizga, viloyat rahbarlarimizga mahallamiz xalqi nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Nasib bo'lsa, mustaqilligimizning 35 yiliga yaqinlashmoqda. Bo'ston mahallasi mana shu 35 yillik bayramga, to'yga o'zining chiroyli qurilishlari, chiroyli ma'naviy, ma'rifiy ishlar bilan to'yana sifatida albatta yaxshi nishonlaydi.